Bozorda siz nechida keldingiz bugun? Assalomu alaykum, soat 9da. 11da dedingiz-ku boya. Ya 9da deb qo'yavering, nima farqi bor? Yo'q. Xo'p, intervyu. Shogird bola, ovqatlanyapsizmi? Yakshanba kuni nechida keldingiz ishga? Menga qarab gapiring. Siz ishga nechida keldingiz? Mana aksessuar sotadigan bola. 9dan shu yerda edim aka men. 9da do'konimiz ochiq bo'ladi. Ko'rasizlarmi? 9da soat 9da do'konimiz ochiq bo'ladi. Kelarasizlar. Kartinka 9-magazin Manika bozorida. Siz nechida keldingiz bugun? Assalomu alaykum, soat 9da. 11da dedingiz-ku boya. Ya 9da deb qo'yavering, nima farqi bor? Yo'q, rostini aytish kerak. Biz aldamaslik kerak emas. 11da keldim. 11da keldi. 11da telefonlarimiz ochiq turaveradi. Mana 12da bizniki keldi mana shogirdimiz. Men ertaroq keldim, mayli, lekin 12da kelarasizlar, ertaroq kelsalar ham bo'laveradi. Xo'p, nima sotasiz siz? Assalomu alaykum, biza Honor, Honor, Samsung aytgan modelinglar hammasi bor. Yetkazib berishimiz tekin. Narxlari arzonmi, qimmatmi? Narxlari arzon. Arzon. Bo'ldi. Arzon, hammasi cho'tki. Qanaqadir xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaramiz. Bemalol chiqaverasizlar. Xo'p. Pochta bola, siz nima sotasiz? Telefon aksessuar sotamiz aka. Polni telefon aksessuarlar. O'zlari olib kelishar ekan Xitoydan. Ofitsiant dillerchasini olganmiz aka. Ofitsiantning dilleri ekan. Optimga ham, Donaga ham ishorar ekan bular. Qanaqadir xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nimadir kerak bo'lsa ham yozaveringlar. Biz avid qilyapmiz endi. Anaqa zavtrak. Do'konimiz Toshkent shahar, Malika bozori, Kartinkaning ichida 9-do'kon. Mana shu apparatimiz 300 ming so'm. Mana shuni reklama qilib qo'yaman, qaranglar, zo'r narsa ekan. Birinchi marta ko'rishim. Bunday qilsa oyoq bo'lib turar ekan mana. Mana yoqqa telefonni qo'yib qo'yasizlar, olaverasizlar ekan. Zo'r narsa ekan. Qiziqdim. Kimga shunaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol yozib qoldiringlar. 300 ming so'm dastavkasi bepul.